Yurtimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari ahil va inoq yashab kelishmoqda. Ularning huquqiy va ijtimoiy manfaatlari davlat e'tiborida, shu jumladan diniy e'tiqodlari ham to'liq ta'minlangan. Xususan, viloyatimizda ham 6 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritadi. Mazkur markazlarni bir joyga jam etgan Do'stlik uyida konferensiya tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tashkil etilgan tadbir turli millat va elat vakillari o'rtasida do'stlik, hamjihatlik va o'zaro hurmatni mustahkamlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Konferensiya davomida milliy madaniy markazlarni birlashtiruvchi mazkur do'stlik uyiga rais, qolaversa, kengash a'zolarini saylash masalasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, yoshlar masalalari asosiy mavzu sifatida muhokama qilindi. Bunda yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni ijtimoiy hayotga faol jalb etish, millatlararo totuvlik g'oyalarini keng targ'ib qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir doirasida kitoblar taqdimoti ham o'tkazilib, unda yurtimizdagi millatlararo do'stlik, bag'rikenglik, milliy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi nashr keng jamoatchilikka taqdim etildi. Bu esa ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Jizzax облысы bo'yicha Qozoq madaniy o'rtog'ining төрағасы xizmatida жұмыс істеймін. 10 yil bo'ldi істегеніме. Mana bugun konferensiya qayta saylov Jizzax облысында Do'stlik uyінде мынау жаңағы 6 markazning raisi, buni жастар, жас балдар көпшілік жиналып, bunu saylov өтті. Saylovda bәрlігі ырза, бұның bәрlігі еліміздің, жұртымыздың тыныштықтың белгісі міне. Мына Құда қаласа, мынау достықты нығайтамыз, жастарды қолдаймыз. Мынау жаңағы жақсылық еліміз тыныш болғаннан кейін жақсы болсын деген амалда мына әрекет жасап істеп жатырмыз. Әуелден сайлады, рахмет деймін. Тағы да 5 жыл әрекет жасап беріңіз. Сіз саған жаңағы ақсақал керек, ата керек елімізге дегенде әңгімені айтып, жақсы өтті сайлауы. Рахмет. Ma'lumki, O'zbekistonda turli millat va elat vakillariga doimiy ravishda yuksak e'tibor qaratilib, ularning tili, madaniyati, urf-odat va an'analarini asrash va rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Milliy madaniy markazlar faoliyati ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qilib, mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Mazkur konferensiya ham yurtimizdagi millatlararo totuvlik, do'stlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, shuningdek, milliy madaniy markazlar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish yo'lida muhim qadam bo'ldi.